Hammaga salom. Hozir Baraka marketda mana bunaqa grechеский yogurt bilan ko'rdik. Narxi 9900, skidkalada 7000 nechadir yozgan sotishar ekan. Endi buni uyda yeb ko'ramiz. Güneş deb yozilgan ekan, значит, turklar chiqargan bo'lsa kerak, balkim boshqacharoqdir deb olib ko'rdim. 9900 so'm narxi, skidkalada, orada skidka ham qilib turishadi, 7900 ga tushiriladi. O'rmon mevalari, shaftoli va bananligini hozircha ko'rdik. Endi esa ochib ko'ramiz. Bu güneş deganim, bilasizlar, turkchadan quyosh degan ma'noni anglatadi. Lekin bu O'zbekistonda chiqarilgan, Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar deb qo'yibdi. Balkim savmesda chiqarishayotgan bo'lishi mumkin. Endi sizlar bilan ochib yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. İçinde qo'shiqchasi ham bor ekan. Kстати, bu yerda unaqa ko'p ma'lumotlar yozilmagan, lekin mana bu yerda kakao 133 kakao ekan. Так что bemalol dietada bo'lganlar ham yesa bo'lsa kerak. Ana, o'rmon mevalari. Bismillahirrohmanirrohim. Teskari ushlayapman. Mazasi qatiqga o'xshamas ekan. Yogurtga o'xshar ekan. Mazasi zo'r. Endi kengisini yeb ko'ramiz, bananligini. Bismillahirrohmanirrohim. Bananligini tsveti, такой och banana uzun tsveti. Bismillahirrohmanirrohim. Men qo'shiq teskari ushlayapman. Banan mazasi emas. Mazasi tabiiy, lekin eng главныйsi aytganimdek maza bor. Искусственный красительlari qanaqadir bo'lsa ham menga bilimgani yo'q unchalik. Mazasi menga juda ham yoqdi. Bu shaftoliligi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'rganingizdek, ichida kusochkalari ham bor ekan. Nimani? Mevalarni. Shaftoli вообще вкусно. Вообще zo'r ekan, mazali. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.